Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va yurtimiz ishqibozlari, bizni kuzatib borayotgan barcha O'zbekiston ahli va qo'shni davlatdagilar, musulmonlar xudo xolasa. Bugungi videomiz qanaqa bo'ladi? Yana o'sha o'zimiz o'rnatayotgan, biznes qilayotgan, xudo xolasa gazoblok, stanok bizneslarimiz bo'ladi. Bugun Farg'ona vodiysi Mingdonobod tumanidamiz, xudo xolasa. Mingdonobod tumanidan 2 kun oldin o'rnatib berganmiz. Xudo xolasa ishga tushish jarayonlari bo'lyapti. Ichkariga kirib, sizlarga stanoylarimiz va ishga tushayotgan jarayonlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Kirishimizda mana xudo xolasa qoliplarimizni terib, yog'lab qo'yishgan. Naryoqda quyilgan qoliplarimiz, tashlarimiz tayyor bo'lgan. Endi bir boshdan tushuntirib ketadigan bo'lsak, liniyalarimiz bu qoliplarimiz 12 donalik 20, 30, 60 razmerdagi 12 donaliklar 12 dona 20, 30, 60 razmerdagi 12 dona qilib chiqadi. Endi 10 likdan hisoblaydigan bo'lsangiz, perigorодкalarimizga 10 likdan 24 dona 10, 30, 60 razmerdagi ishlarimiz chiqadi. Endi bu yerda 12,5 ligimiz bor, 15 ligimiz bor. Xohlaganlar 25 ga aralaydi, xohlaganlar 30 ga aralaydi. Endi reskamizda razmerlarimiz ko'p, xudo xolasa aytilishida 4 ta razmer aytiladi. Endi xohlagan razmeringizga aralashingiz mumkin. Qoliplarimiz bu yoqda 30 dona qolipimiz bilan kelgan. 17 donasiga quyib qo'yishdi. Bu yoqda mana 13 donasi qolib. Endi bu yoqda ketadigan bo'lsak, yana quyib kelamiz. Qoliplarimiz bu aravaga o'tadi. Bu yoq pustoy bo'shalib, qoliplarimiz yig'ilib, bu aravaga o'tgandan keyin umuman qo'l mehnati xudo xolasa past qilinmaydi. Hamma yoq aravachalar ashi yengillikda. Mishalgamiz tayyorga boradi. Mishalgamiz tayyorga kelgandan keyin to'g'ri simsizlardan. Mishalgamiz bu yoqda o'rnashgan. 380 ga o'rnatganmiz bu yerga. 220 ga ishlaydi. Mishalgamiz bu yerda sementlarni tashqariga, ko'rsatib o'tishgan eshiklar qo'yilgan, konteynerlarga. Bu yoqda sementlarni hamma yoq tushib keladi. Kichkina bochkamiz, sablon bochkamizdan suv tushadi. Sementlar hamma yoq solingandan keyin qolipimizga kuyilib, bu liniyamizga o'tadi. Bu liniyamizga o'tganimizdan keyin tayyor quyilgan qoliplar bu yoqqa ketadi. Ko'rishinglar mumkin. Bu yoqdan kelgandan keyin, mishalgamizdan kelgandan keyin bu yoqdan reskamizni tayyor yetib keladi. Reskamizni tayyor yetib kelgandan keyin qoliplarimiz kesilib, bu aravadan bu liniyaga o'tadi. Bu yoqdan reskamizni tayyor o'tadi. Abzalga kelib, to'g'rimiz ham yo'q qatirgandan keyin kesilgan qoliplarimiz, bu aravachamiz kesilgan tayyorlash qoliplari bu liniyaga o'tadi. Naryoqda xuddi qolip o'tkazganimizdek bu yoqqa o'tadi. Bu yoqqa kelgandan keyin xudo xolasa tayyor bo'lgan ishlarimiz, kesilganlarimiz bu yoqqa o'tib, mana salafonlarga hozir bo'ldi, mana ochib ko'rdik ishimizni. Mana qirralarni ko'rsatishingiz mumkin. O'ta ideal holatda. Endi mana burchaklarga ahamiyat beramizda, salafanni o'raganda o'ta sal yumshoq bo'ladi. Birinchi ochilganda shuni tortganda, o'ta mahkam tortib olgan hisobiga burchaklar mana bo'lib qolibdi. Lekin bu yoqda mana qirralari, diagonallar o'ta tekis holatda. Hop. Provaga qo'ygan ishimiz mana. Ko'rishinglar mumkin. O'ta qattiq bo'lgan. 2 kun bo'ldi bu ishimizni qo'yganimizga. Miqti qatirganda mana kirish ham ancha qiyin. Bu hali qurimagan. 2 kun bo'lgan ishimizga.
Bu yoqda mana tayyor bo'layotgan ishlarimiz yana orqasidan. Bular ustida qolib bor ekan, mana bu yoqlarni qo'shamiz. Обязательно salomga o'rab qo'ysangiz yana yaxshi holatda qo'yadi ishlarni. Akalardan qulayliklar zo'r qilishdi. Ko'rishlar mumkin. O'zi chekasidan chiqqan отходы bo'ladi mana. Aralanish jarayonlari, reskalarni ko'ta tekis aralaydi. Taramlari ham bir xil holatda tushadi. Mana ichki tomonlari ham ishlarimiz. Ko'rishlar mumkin. Kimga shunaqa stanoklar, g'ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Toshkent viloyatidan ham ish kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa sifatli, yaxshi qilib olib borib o'rnatib berishlari harakatini qilamiz.